Shu bilan tez kiyinaman, choylarni tayyorlash oldi. Chiroyli bo'lib o'zimga qarab olaman. Uch kiyimlarimni kiyaman, keyin yana chiqib ketayotganda yana o'zimga qarab, chiroyli kelinlik obrazidan ishchi formasiga o'tib, keyin ishxonaga, ofisimga borib, sizlar uchun reklamalar qo'yaman. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Aziz kelinlar, meni ko'rayotgan bo'lsanglar, albatta ertalabdan o'zinglarni chiroyli xo'jayinligiga ko'rsatinglar. Kelganda albatta sizlarni ko'rganda bahridalar ochilsin. Kelganida ham o'sha chehrani chiroyli kiyimdagi chiqib ketayotganda ham o'sha chehra yodida qolishi uchun-da. Bu meni o'zimdan o'tgan, sinovdan o'tgan, praktikadan o'tgan nima desa bo'ladi? Hayot nimani aytib beryapman-da sizlarga har doim xo'jayinimlar, men shu narsangga qoyil qolaman, ertalab chiroyli bo'lib olasan, kelganimda alohida o'zingga qarab olasan deydigan gaplari bor. Erkak kishi bir xillar gapirmasligi mumkin-ku, ko'zi bilan ko'rganda baribir boshqacha sevadi-da erkak kishi. O'shaning uchun har doim ertalabdan turib o'zingizga qarab olinglar va go'zal bo'lish xohlasanglar, tabiiy olma sirkasini ichinglar, kollagenli 18 yoshdan keyin bemalol mumkin ichsanglar bo'ladi va har doimgidek go'zal bo'lib yurishinglarni tilab qolaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlar faqat va faqat yaxshisiga loyiq insonlarsizlar. Xudo xolasa bugungi kunimizni ham xayr va barokat bilan o'tkazib olish nasib qilsin. O'zinglarni ehtiyot qiling.